Assalomu alaykum. Hozir eshik deraza olgan chiqdik uy egasi bilan. Uy egasi uyga eshik deraza qiladigan akfachini chaqirgan ekan. Qimmatroq aytibdi, shunga moliyaviy tomondan yetmayapti degan. Arzonroq deb bozorga chiqdik. Uch qanotli eshiklarni bir o'zinaga 2 qiroliydi, 1,100,000 deyapti bo'lishi. Mana derazani bo'lsa 650,000 deb 600,000 ga beraman dedi. Kimga qiziq bo'lsa yana shunaqa qolganlarini ham bir surishtirib, razmeriga qarab narxlarini kimga qiziq bo'lsa kommentariyada yozsanglar, yana qaytib chiqib ularni razmerini, narxlarini hammasini aytib o'taman, batafsil ma'lumot berib o'taman. Bu yerda asosan arzonligini sabablaridan bittasi ham shu. O'zidan oshadigan materiali yana o'ziga ishlanib ketadi. Agar uyingizga chaqirib zakaz qiladigan bo'lsangiz, misol undan oshadigan materialni ishlatish qiyin ham bo'lishi mumkin. Shuni hisobidan ham bitta bu jihatdan ham arzon bo'ladi. Uni tez apil-tapil ham qilishaveradi. Baribir uyga chaqirib yasatgan eshik derazaga nisbatan kачествоsi pastroq bo'ladi-yu, lekin yaxshi, chiroyli turadi. Buni ham artib tozalab ishlov berib tursa.